Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-may 2026-yil. Indiski 832 makkamizda sug'orish jarayoni ikkinchi suvini ichyapti. Tak, bu suvda dori bermadik. Chunki o'tgan suvda dori berganmiz. Dori 2-3 ta sug'orishda ta'sir qiladi deyilgan. Shuning uchun keyingi suvda yo undan keyingi suvda dorisini beramiz yana. Makkalarimiz tizza bo'yidan o'tdi, ancha katta bo'lib qoldi. Ko'rishinglar mumkin, ranglari yaxshi, sug'orish oralatib sug'orilyapti. Biza bosh chiqarguncha oralatib sug'oramiz, keyin hammasidan sug'oramiz. Hozir oralatib sug'oryapmiz. Xo'sh, bu makkamiz xudo xolasa iyun oyini 15-20lariga pishishi kerak. Hozir 9-martda ekilgan bu. Chiqqunicha 25-martlar bo'lib qolgan, chunki 9-martda ekdik, 11-mi, 12-martda qor yog'ib o'tdi. Yer tagida unib yotib, 10-15 kun o'tgandan keyin, kunlar sigandan keyin chiqdi makkamiz. Sizlarga bugun rasxod qilmadik. Shunga makkamizni holatini hozir yaqinroqdan ko'rsataman o'tib. Mana makkamizni ichiga kirib oldik. Makkamizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bir tizza bo'lsa, tizzadan ancha baland bo'lgan. Taxminan yarim metrlar bo'lib qolgan makkamiz. Makkalarimiz mana ko'rishlar mumkin. Tanasini baquvvatligi qalin yaxshi. Makkalar sog'lom, xudoga shukr, sog'lom makkalar. Kasalligi yo'q, ranglari tiniq. Xo'sh, ikkinchi suvini ichyapti. Mana oralatib suv qo'yib qo'yganmiz. O'rtasi quruq, lekin zaxi uradi. Makkani tagigacha zaxi uradi. Bu yog'imizda yerga ekkan makkamiz. Buni hali sal zaxi bor. Arig'i yorilgan bo'lsa ham zaxi bor. Buni 2-3 kundan keyin sug'oramiz endi. Bunga ham birinchi suvda dori berganmiz. Ikkinchisida shundoq sug'oramiz. Yana bir gap esdan chiqibdi. Biza mana bunaqa ikkita chiqqan makkalari bittasini olib tashlaymiz. Oddiy tilda aytganda yagana qilish deyiladi. Shunaqa ikkitali makkalar, mana ora ikkitali makkalar chiqib qoladi. Shuni bittasini olib tashab bitta qoldiramiz. Shunda hosil yirik bo'ladi va yaxshi hosil olishga makka kuchi yetkazadi. Agar yeringlar kuchli bo'lib, ekib yurgan bo'lsanglar, ikkitali doni ham katta bo'layotgan bo'lsa, ikkitadan ekkan joyinglar olmasanglar ham bo'laveradi. Endi biza lekin har doim bitta qoldiramiz. Har doim kuchli bo'ladimi, yer kuchsiz bo'ladimi, shamol yaxshi aylanadi, bitta qoldiramiz. Shunga ham ahamiyat berasizlar.